Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Pythonda set ma'lumotlar tuzilmasi bilan tanishamiz. Uning o'ziga set ma'lumotlar tuzilmasi qanday va ularda qanday amallar bajarish mumkin? Buning uchun mana bu yerda Python haylovchi bo'laman. Va buni bir tozalab tashlasak, set qanday joriy qilish mumkin? Ya'ni biz set e'lon qilib va uning ichida elementlarni qanday jo'natishimiz mumkin? Ki bu list bo'lib qoldi. Bizga mana bunday kerak edi. Va biz mana bu setni chop qildik va print qilib s ni va print qilib ko'radigan bo'lsak, mana bunday. Ya'ni set ma'lumotlar turida deb tipini ham chiqarib berdi. Endi biz bu yerga 4 4 5 5 5 5 kaza sonlarni qo'ysak, bizga bitta 4 ni, bitta 5 ni qaytaradi. Vaholanki bizda 3 ta 4 va 5 ta 5 bor. Kiritganmiz. Bu nimaga? Set ma'lumotlar tuzilmasi takrorlanadigan elementlarga ruxsat bermaydi. Ya'ni biz setga takrorlanadigan elementlarni takrorlab qo'yib ketsak ham, bizga javob qaytayotganda faqat bitta element qaytadi. Ya'ni takrorlanadigan elementlarga ruxsat bermaydi. Va bu bitta turi. Bundan tashqari, biz mana bunday bo'sh set e'lon qiladigan bo'lsak, ham bo'ladi. Bu yerda e'tibor bering, bizga tuple emas, dictionary qilib chiqarib berdi. Ya'ni biz buning ichiga element kiritmasak, Python avtomatik bunday bo'sh jingalak qavsni dictionary deb tushunadi. Dictionaryni keyingi darsda xudo xohlasa ko'rib o'tamiz uni ham. Ya'ni bu yerda biz biladigan va e'tibor beradigan joyimiz, bo'sh set e'lon qilsak, uni bo'sh set emas, ya'ni dictionary qilib, ya'ni jingalak qavslar dictionary qilib Python tanib oladi. Bizga oldingi elementlari qaysin va biz elementlariga murojaat qilishini ko'rib o'taylik. Misol uchun 0-elementni, ya'ni birinchi elementga murojaat qilish uchun 0. Set object is not subscriptable. Ya'ni yana bir xususiyatdan biri, bu yerda tuple va tuple list kabi mana bunday qilib murojaat qilib bo'lmaydi elementlariga. Faqat loop yoki tekshiruv bilan murojaat qilish mumkin. Loop deyish qanday? Bu for misol uchun. Misol uchun for in say print qiladigan bo'lsak, mana bizga elementlar va e'tibor beramiz, bu yerda ham takrorlanadigan elementlar yo'q. Bizga elementlarni chiqarib beradi. Misol uchun qaysidir shu yerda, ya'ni for ichida har bir elementni chiqarib va unga xohlagan masalan juftlarini, toqlarini nimadir bo'lsin deb qanaqadir logikalarni yozib bersak bo'ladi. Bu shunday.
Xo'sh, set bo'yicha keyingi ko'rib o'tadigan nimiz, ya'ni misol uchun bizda A degan va B setning xo'sh metodlari bilan tanishib o'tamiz. Birinchi metodi union, ya'ni print A, B. Ko'rib turishimiz mumkin. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. 1, 2, 3, 4, 5. Union nima qiladi? Mana bu set bilan mana bu setni birlashtiradida, ikkalasida ham mavjud bo'lgan elementlarni bitta setga birlashtirib bizga javobni qaytaradi. Xo'sh, misol uchun mana bu yerda 6 va 7 sonlarni qo'yadigan bo'lsak, bizda 6 va 7 bor. Xo'sh, 1 bor, 2 bor, 3 bor, 4, 5, 6, 7. Ya'ni ikkalasini birlashtirib bitta set qilib qaytaradi. Biz unionni bundan tashqari xo'sh A union B qilib ham yozsak bo'ladi. Javob deyarli bir xil. Ya'ni ikkita A va B setni birlashtirib bitta setga qilib qaytaryapti. Bu yerda takrorlanadigan elementlarni olib tashlaydi. Ikkala setni birlashtirayotganda. Keyingisi intersection. Intersectionni ham ko'rib o'tamiz. Print xo'sh, adashmasam intersection mana bunday. Biz mana buni qo'shni olib turaylik, ya'ni sharhga qo'shni olishim. 2, 3, 4. Bu nima qiladi? Ikkalasida mavjud bo'lganlarini bitta setga to'plab yig'ib beradi, ya'ni birlashmasini. Oldingisi union esa, ya'ni xo'sh, joinlarda agar haqida biladigan bo'lsangiz, ya'ni ikkita to'plamni birlashtirganda, ya'ni full join, ya'ni to'liq birlashmasini qaytaradi. Undan farqi set faqat takrorlanadigan elementlarni olib tashlaydi. Faqat yagona uniq bo'lib qaytaradi. Va bu keyingisi intersection esa ikkalasida ham borlari, ya'ni birlashmasini qaytaradi. 2, 3, 4. 2, 3, 4 e'tibor beradigan bo'lsak, A setni ham va mana bu setda ham bor. Shuning uchun bizga qaytarib berdi. Undan tashqari print intersectionni mana bunday qilib qilsa ham bo'ladi. Ya'ni mana bunday qilib mana bu belgi bilan ikkita setni ustida xo'sh, intersection amalni bajarsa ham bo'ladi. Va undan tashqari o'zining funksiyasi, ya'ni metodini orqali intersectionni chaqirib, ya'ni A ni B ga intersection qilganligi natijasini olsak ham bo'ladi. Mana bunday ko'rib turganingizda ikkala natija deyarli bir xil. Ya'ni ikkita usulni ko'rib o'tgan yaxshi. Bittasi bo'lmasa bittasi, ya'ni bittasi esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, keyingisi esingizga keladi. Keyingisi difference degan metodi. Print difference nima qiladi? Ya'ni ayirma. Xo'sh. A dan, ya'ni A setdan B setni ayirdi. Ya'ni bu desak A to'plamdan B to'plamda ayrildi desak ham bo'ladi.
Ya'ni A to'plamda 1 2 3 4 5 elementlari bor, yo 1 2 3 4 elementlari bor va B to'plamda ham 2 3 4 5 6 elementlari bor. Bu degani A to'plamda A to'plam ichidagi B to'plamda mavjud bo'lgan elementlarni olib tashlaydi va B to'plamda ham 2 3 4 bo'lganligi uchun 2 3 4 ni olib va bizga B ni qaytaradi. Ya'ni A to'plamda B to'plamdan bor bo'lganlarni ham chiqarib tashlaydi-da va bizga qolgan elementlarni qaytaradi. Misol uchun bu yerda 10 va 11 elementlarni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bizga va 10 11 ni ham qaytaradi. Nima uchun? Chunki 10 11 elementlari B to'plamda, ya'ni B setda mavjud emas. Ya'ni difference shunaqa va undan tashqari print qilib difference mana bunday qilib funksiya orqali bajarsak ham deyarli natija bir xil. Difference ni ham ko'rib o'tdik. Keyingi ko'radigan narsamiz symmetric difference. Symmetric difference qanday bo'ladi? Xo'sh. Bu belgini, ya'ni oltida bor ekan, mana bunday belgi. Xo'sh, biz e'tibor qilamiz 1 5 6 7 10 11. Symmetric difference nima degani? Ikkala to'plamda qatnashib qolgan elementlardan tashqari qolgan elementlarni bitta setga yig'ib qaytarib beradi. Ya'ni buni yanada soddaroq tushuntirsa qanday tushuntirsa bo'ladi? Ya'ni ikkita setda ya'ni bir xil bo'lmagan, ya'ni bir-biriga o'xshaydigan elementlarni chiqarib tashlaydi-da va bir-biriga o'xshamaydigan elementlarni yig'ib beramiz. Masalan, mana bu yerda keling, qulayroq qilib ko'ramiz. Xo'sh, birinchi setda bor, keyingisida yo'q, ya'ni A setda. Xo'sh, 5 B da bor, lekin A da yo'q. 6 B da bor, lekin A da yo'q. 7 ham B da bor, A da yo'q. 10 A da bor, B da yo'q. 11 ham A da bor, B da yo'q. Ya'ni menimcha tushunarli bo'ldi. Symmetric difference shu. Keyingi ko'radiganimiz xo'sh, mana bunday bor. Adashmasam mana bu yerda ya'ni qidiruv uchun foydalanadi. Buni yaxshiroq ko'rish uchun va mana bu yerda yana bitta qo'shib ketay. Symmetric difference qilib mana bunday qilsak ham deyarli mana bu ikkalasi bir xil ishlaydi. Mana natijani ko'radigan bo'lsak deyarli bir xil. Xo'sh, keling endi bizga masalan data degan set bo'lsin va unda hali vali soli admin biz nima qilmoqchimiz? Print qilib misol uchun xo'sh, solini qidiraylik.
bizga true qiymat qaytardi. Shu yerda ma'lumot uchun aytib o'tishim mumkin. Set ma'lumotlar tuzilmasida qidiruv tez amalga oshiriladi. Juda ham tez. Va bu bizga ko'plab ma'lumotlar ustida qidiruvni yaxshiroq va samaraliroq bajarishimiz uchun imkon beradi. Keyin undan tashqari set comprehension degan narsa bor, ya'ni set ichida forni ishlatib ketish. Number degan o'zgaruvchi olaylik. Va endi deylik, seni oldin e'lon qilganmiz. Masalan, har bir elementni 2 ga ko'paytirmoqchimiz. Misol uchun har bir elementini o'ziga, har bir elementini 2 ga. For x in set lesson Python exit script nima xatolik bo'ldi? Xatolik bermadi. Biz natijani chop qilmadik. Ya'ni har bir elementini 2 ga ko'paytirib va bu yerda juftlari bo'lsa, bunday bo'lsin, toqlari bunday bo'lsin deb amalga qo'shimcha funksiyalar, ya'ni logikalarni yozib ketishimiz mumkin. Va bundan oldingi darsda list comprehensionni ham dars tayyorlaganman. O'sha darsni ham bemalol ko'rib o'tishingiz mumkin. Va list comprehensionda for ichida qanday amallar bajariladigan bo'lsa va bunda ham set ma'lumotlar tuzilmasida ham set comprehensionda ham shunday amallarni bajarishimiz mumkin. Va bu bizga kodni ixchamlashtirish, kodni qulay qilish, keyinchalik o'qishni ancha osonlashtiradi. Xo'sh, yana keyingi ko'radigan narsamiz list metodlaridan oddiylardan biri, yana biri add, ya'ni bironta elementga bitta elementga element qo'shish. Bu qanday bo'ladi? Mana buni yo'q. Mana buni o'zini olaylik. O'ttiz to'rt elementini qo'shdi. Agar element bo'lmaydigan bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Ya'ni bizga qandaydir xatolik bermaydi. Yo'q, berdi. No give and text exactly. Odatda argument bo'lish kerak deb argument qo'yishing kerak deb beryapti. Agar biz ichidagi bor elementni beradigan bo'lsak, misol uchun 9. 9 ni qo'shdi, lekin setda takrorlangan elementlarga ruxsat bo'lmaganligi uchun bunday qilmadi. Ya'ni o'sha setni faqat bitta unique qilib chiqarib berdi. Va keyingi ko'radigan metodimiz, misol uchun bir nechta elementlarni qo'shadigan qo'laylik. Bunda update yordami keladi. Update'ni ichida list shaklida elementlarni qo'shamiz. Masalan, 90
60, 70 elementlarini, bir nechta elementlarni qo'shish mumkin update orqali. Keyingi metodimiz remove. Berilgan elementlarni o'chiradi. Agar element bo'lmasa, xatolik beradi. Nuqta remove. Masalan, 9 degan elementni o'chirsin. Bizda 9 degan element o'chib ketdi va mana bu elementdan 9 degan element yo'q. Mana bu 9 yo'q. Keyingi ko'radigan metodimiz discard. Berilgan elementlarni o'chiradi. Agar element yo'q bo'lsa, xatolik bermaydi. Bu yerda elementni olib tashlaylik. Nima berar ekan? Xatolik berdi. Number discard key. Exactly odatda setda difference'da argument deyapti bunda ham. Argument beradigan bo'lsak, misol uchun 5 ni olib tashlasin. Bizda 5 elementi yo'q. Ya'ni bu ham olib tashlaydi va element qaytaradi. Keyingisi pop metodi tasodifiy elementni olib tashlaydi va qaytaradi. Biz mana buni sal qisqartiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek, birinchisi 1 ni olib tashladi. Keyingisida yana 1 ni olib tashladi va keyingisida ham 1 ni olib tashladi. Tak. Mana bunga birda oldi. Nol hech qanday element olmayapti. Xo'sh, bironta element argument berib ko'rsak, bizga qanday natija keladi? Masalan uchun 9 da. Sen bunga argument bera olmaysan. Taxna argument. Bizda hozir kam ma'lumot bo'lganligi uchun shunday qaytyapti menimcha. 1 ni olib tashladi. Har safar tasodifan birinchisi kelib qolyapti. Okey, pop element bo'yicha yana aniqlashtiramiz va bu tursin. Agar bu bo'yicha ya'ni sizlarda qo'shimcha ma'lumot yoki mana bu hozir mana buni ishlata olmadik deyarli, tushunmadik deyarli. Agar shu bo'yicha bilimlaringiz bo'lsa, ko'nikmalaringiz bo'lsa, izohda sharhda yozib ketishlaringizni xo'sh so'rardim. Ya'ni bu faqat men uchun emas, qolganlar uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi. Va sizlar bilan set ma'lumotlar tuzilmasi mavzusi bo'yicha ko'radigan, ya'ni sizlarga ulashadiganlarim shular edi. Agar darsda qandaydir xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, qanday
Xo'sh, mana bu yerda qandaydir men nimadirni aytishda xato qilgan bo'lsam, shuni izohlarda yozib ketishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.